Umsinoy opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz opa? Va alaykum assalom. Yaxshimisizmi? Rahmat Xudoga. Nimalar qilyapsiz opa? Ishlayapmiz mana. Xo'p, o'zimni priyom qilyapman. Oho. Uzun marketdan kelgan posilkalarni priyom qilyapman. Mana klientlarga vaqtida yetkazib berish uchun o'z vaqtida kiritishimiz kerak bu narsalarni ham hammasini. Baraka toping. Uzun ko'p keladimi? Juda ham ko'p kelyapti hozir. Mana ertalab birinchi reysda keladi, ikkinchi reysda keladi. Bularni o'z vaqtida priyom qilmasak, klientlarga xabar bormaydi. Shuning uchun vaqtida kiritishga harakat qilyapmiz. Baraka toping, baraka toping. Mana shu hammasini bir kunda ulgurasizmi, Umsinoy opa? Albatta, ulguramiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz endi. Bu bizning ishimiz, kasbimiz. Hozir qanaqa jo'natma qabul qilyapsiz, Umsinoy opa? Hozir mana uzun marketdan kelgan buyurtmalarni qabul qilyapman. Demak, qabul qilganimdan keyin ularga avtomatik ravishda SMS borib tushadi. Siz qabul qilganingizdan keyin ularga SMS boradi-ya? Albatta, ha. Sistema yuboradi avtomatik. Sistema avtomatik ravishda jo'natadi, keyin ular o'sha kodi bilan kelib bizdan olib ketishadi. Zo'r. Habiba, buyurtmangiz kelgan 52-Uspoz aloqa bo'limida turibdi. Bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat.